Assalomu alaykum hammaga. Bugun Letcode'ga keyingi muammoni yechishga harakat qilamiz. Bu muammoni nomi Find Missing Observation deb nomlanadi. Observations, ya'ni o'tkazib yuborilgan kuzatuvlarni topishimiz kerak natijasini. Tak, savol haqida qisqacha aytib o'taman. Tak, bu yerda bitta dice bo'ladi, ya'ni dice kubik desa bo'ladi. Qanaqa kubik? Monopoly o'yinida hammaga tanish bo'lishi mumkin. Mana bu kubik unda raqamlar bo'ladi. Tak, shu kubik haqida gap ketyapti. Tak, tosh tashalinadi va tashalganda biz uni kuzatib turishimiz kerak. Necha raqam tushayotganini, necha son tushayotganini deylik. Tak, bizda ko'rganlarimiz bor kuzatuvi. Ko'rmay o'tkazib yuborgan kuzatuvlarimiz ham bor. O'tkazib yuborilgan kuzatuvlarni necha tosh tushganini topish kerak savolda. Ya'ni, tak, bu yerda berilayotgan narsalar biza biladiganlarimiz. Bu 4 ta kuzatuvi bilamiz. 3 tushgan, 2 tushgan, 4 tushgan va 3 tushgan. Biza o'tkazib yuborgan kuzatuvlarimiz 2. 2 ta kuzatuvni o'tkazib yuborganmiz. Ya'ni 2 marta tosh tashalganini o'tkazib yuborilgan tosh tashlanishlari desak bo'ladi. Tak, qanaqa bo'lyapti? Ya'ni 3, 2, 4, 3 va 2 ta o'tkazib yuborilgan kuzatuvlar. Buni 2 sonda belgilab turamiz. Tak, endi va bizga min degan son berilgan, bu 4. Bu min nimani anglatadi? Mana bu 6 ta tosh tashlanishlarini yig'indisini ya'ni o'rtachasi deb bo'ladi. Yig'indisini 6 ga bo'lingan, ya'ni umumiy nechta bo'lsa, o'shani 6 ga bo'lingan. Umumiy yig'indisi va nechta bo'lsa, shuncha songa bo'lingan. Ya'ni o'rtacha sonni topish uchun biz avval sonlarni bir-biriga qo'shamiz. Bizda 3 ta son bo'lgani uchun bu misol qilib keltiraman. 1 + 2 + 3, 3 ta son 3 ga bo'lsak, uni o'rtachasi chiqadi. Bu sonimizning o'rtachasi 2. 1 va 3 o'rtasi 2 deb olsa ham bo'ladi. O'rtachasini bildiradi, ya'ni 4. Va biz 2 ta o'tkazib yuborgan kuzatuvlarimizda toshlar faqat 6 tushgan bo'lishi mumkin. Endi bizga aynan necha tushganini topish kerak emas. Har xil kombinatsiyada bo'lishi mumkin. Yer kattalashib ketgan sari 6 bilan 1 qilish mumkin, 4 bilan 2 bo'lishi mumkin yoki 3 bilan 3 bo'lishi mumkin, 5 bilan 1, 3 bilan 3, 4 bilan 2 bo'lishi mumkin. Biz aynan xohlangan, istalgan bittasini topishimiz kerak. Aynan hammasini topishni ham iloji bor. Dinamik programming va rekursiya orqali har bir bo'lishi mumkin bo'lgan ehtimollarni ham topib chiqsak bo'ladi. Uni ham har bir ehtimolni tekshirgan holatda. Lekin bizda bu savolda sodda variant so'ralyapti. Ya'ni xohlagan, bo'lishi mumkin bo'lgan tosh tashalishlarini yozib ketishimiz kerak. Va javobimizda ham shu 2 ta o'tkazib yuborilgan yoki 4 ta o'tkazib yuborilgan kuzatuvlarda tosh necha tushganini topishimiz kerak. Buning uchun o'zi o'rtachasi berilgan va umumiy nechta tosh tashlanganlari ma'lum. Biz mana bu 2 ta x sonini topib olishimiz kerak. Buning uchun nima qilinadi? Paint dasturidan olaman. Tak. O'rtachasini qanaqa topamiz? X sonlarni qanaqa topamiz? Tak, bizda 3 + 2 + 4 + 3 va umumiy 2 ta x soni bor. Buni biz biladigan kuzatuvlarimiz 4 ta, o'tkazib yuborilganlar 2 ta, 6 ga bo'lamiz o'rtachasini topish uchun va o'rtachasi 4 ga tengligi aniq. Endi 6 ni bu yoqqa ko'paytirib o'tkazaman. 24. Mana buni yig'indisi 12. 12 ni bu yoq tomonga minus qilib o'tkazarsam teng 2x bo'lib qoladi. Va 6 teng x bo'lyapti. X 6 ga tengligi aniq bo'lyapti. Endi keyingi misol uchun hisoblab ko'ramiz. Keyingi misol uchun tak
biza biladigan kuzatuvlarimiz natijalari 1 plus 5 plus 6 va o'tkazib yuborilgan 4 ta bizada x sonlari bor. Va umumiy kuzatuvlar soni 7 ta, o'rtachasi bo'lsa 3 ga teng. Buni ham xuddi shu texnikani ishlatamiz. 4x teng bo'ladi 21 va 21 dan 12 sonini ayirib yuborsak 9 bo'ladi. Endi bo'lsa x imiz 2,2 nechidir bo'pti. Lekin ya'ni daisda mana bu toshda 2 butun nechidir degan raqam yo'q. Bizda javob ham shunga mos ravishda 2, 2 va 3 bo'pti. 3 marta 2 tushgan bo'lishi mumkin. 2 tushgan va 1 marta 3 tushgan bo'pti. Nima qilsak bo'ladi bu holatda? Videoni shu joyda pauza qilib yechib ko'rishingiz mumkin. To'xtatgan holatda yechib ko'rishingiz mumkin. Men bo'lsa o'zim yechimimni taqdim qilaman. Tak. Men nima ish qildim? Bizda 4x teng 9 degan yechim bo'lib qoldi. X shunda butun qismini olaylik 2 bo'pti. Ya'ni 2 tadan 4 ta bo'lsa menga 1 yetmay qolyapti. Bu bir raqamdan olaman. Y o'zgaruvchisini ochib olaman va 9 ni qoldiqli 4 ga bo'laman. Y teng bo'lsa 1 bo'pti. Ya'ni 3 ta 2 qoniqtiradi va bittasi bitta 2 ga 1 yetmay qolyapti. Tushunarli bo'lgan bo'lsa, ya'ni 2 plus 2 plus 2 6 ni beradi va bitta 2 ga 9 bo'lishi uchun 1 yetmay qolyapti. Shu 1 ni qo'shib qo'yaman, bu 3 qilaman. Agar mana bu son 10 bo'lganda 4x teng 10 bo'lganda x har doim 2 va y teng bo'ladi. Qoldiqli 2 ga 4 ga bo'lsam 2 bo'ladi va ikkita sonimga 1 yetmay qoladi. Ya'ni 2 2 3 3 bo'ladi bunda yechim. 11 bo'lgan holat uchun ko'raylik. 4x teng 11 bo'ldi deylik. X ham har doimgidek 2, y kim bo'lsa 3 bo'lib qoldi. 3 ta songa 1 yetmayapti. Ya'ni 3 tasiga birdan qo'shib yuborsam muammo hal bo'ladi. Ya'ni 2 3 3 3. Agar 12 bo'lib qolsa x ham 3 bo'ladi. Y ham 0 bo'ladi. Hamma son o'zining joyida 4 3 tushgan desam yechim to'g'ri bo'ladi. Hech qanaqa sonni qo'shishim shart emas bularga. Yechimim shundan iborat. Buni endi kod ko'rinishiga ko'chirib ko'raman. Tak, nima bo'ladi? Birinchi bo'lib sonni o'rtachasidan x larni ajratib olishim kerak. Qanaqa bo'ladi? Int x degan o'zgaruvchi. Birinchi bo'lib qanaqadir int pref degan o'zgaruvchi ochib olaylik. Konteyner deya qo'yaylik. Temp pas tushadi. Ya'ni mana bu sonlarning yig'indisini topgan, qo'shib olgan. For each da aylanaman. Var item in rows deyman. Tempga qo'shib boraman itemlarni. Itemlar hammasini qo'shib oldim. 12 bo'ldi. Endi int x bo'lsa nechiga teng bo'ladi? Tak. Int x 12 plus ya'ni pref ya xo'sh, bitta paint yozib ko'rganimiz yaxshi ekan. Tak. Manda 3 plus 2 plus 4 plus 3 plus x taqsim umumiy soni 6 ta va 4. Tushunarli. X ni topishim uchun
Menga rolls lengiziga n ni qo'shar ekanman va uni ko'paytiraman. Mingga ko'paytiraman va uni bo'laman n ga. Va xuddi shu ishni qoldiqli amalga oshirsam y kim chiqadi menda. Int y tak qoldiqli n'ga bo'laman bu safar. Hammaga shu joygacha tushunarli bo'lyapti deb o'ylayman. Tak qolgan ishim mana rolls lengiziga n ni qo'shyapman. Ya'ni umumiy nechta element bor? 4 ta, 6 ta. 6 ni 4 ga ko'paytirsam 24, voy 24 chiqdi va mana bu 12 ni ayirishimiz kerak. 12 ni ayriladigan joyi menda unutib qoldirilibdi. Minus pref deyman. Minus pref bo'ldi. Tak, endi javob berish uchun results degan n ga teng bo'lgan nima ochib olamiz? Chunki n nechi bo'lsa javoblarimiz ham shuncha qaytishi kerak. Uni o'tkazib yuborilgan kuzatuvlarni topishimiz uchun. Tak, endi tekshiraman. If deyman. Agar x'im katta bo'lib qolsa, 6 dan katta bo'lib qolishi mumkin. Yoki x'im kichkina bo'lib qolsa 1 dan, bunda javob bo'lmaydi. Shunaqa holatlar uchun nima qaytargin degan joyi bor edi. Bo'sh array qaytargin deyilgan joyi bor mana. 3-holatda. Bo'lishi mumkin bo'lmagan kombinatsiya berilgan. O'sha holatlar uchun kod yozamiz va y'im 0 ga teng bo'lmagan holatda va o'sha holatda x ga 1 qo'shsam 6 dan katta bo'lib qolishi mumkin. Ya'ni tasavvur qilaylik. 12 soni bor. Yo'q. Qanaqa holat bo'lishi mumkin? Ha, 3-holatni ko'ra qolamiz, yaxshirog'i. Qaysi holati uchun kod yozayotganimizni tushuntirib o'tmoqchiman. Tak, 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus x plus x plus x plus x 4x 4 ta o'tkazib yuborilgan nimalar va umumiy 8 o'rtachasi 6 ekan. 8 kar 6 48 teng bo'ladi 5 5 10 ni ayirib 38 bo'lar ekan. 38 va 4x. Endi x 38 ni 4 ga bo'lsa, bu 6 butun nechta chiqadi? Butun qismini 6 olsa, y ga ikkita songa 2 ni qo'shib 1 ni qo'shishimiz kerak bo'ladi. Y qoldiqli 4 ga bo'lsa, bu yo'q. Men adashdim. 38 ni 4 ga bo'lsa 8 bo'ladi. X'imiz 8 bo'lib qoldi. Y ham 4 bo'lib qoldi. 4 tasi yo'q. 38 ni 4 ga bo'lsa 9 ekan. X'imiz 9. Butun qismi 9 bo'ladi. Qoldiqli qismi bo'lsa 2 bo'ladi. Ikkita sonimiz 9. Ikkitasi 10 bo'lishi kerak bo'lib qoldi. Bunaqa daysda bunaqa katta sonlar yo'q, kubikda. Shuning uchun bu yechimga ega bo'lmaydi. Shu holatlarni tekshiramiz. X o'zi katta bo'lib ketib qolishi mumkin yoki 6 ga teng bo'lib turib x y'imiz 0 dan katta bo'lganini hisobiga 6 ga ham yana 1 qo'shishimizga to'g'ri kelib qolgan holatlar bo'lishi mumkin. Shu holatlarda return qilamiz. New int 0 qo'ysak bo'ladi. 0 uzunligi 0 ga teng bo'lgan yangi array qaytarib yuboramiz. Tak. Qolgan holatlarda biz result to'ldirib qo'ysak bo'ldi. Int i teng 0, 0 dan boshlaymiz. N dan kichkina bo'lsa va i 1 ga oshib borsa. Bu yerda ham shart qo'yamiz. Result i'sini tenglaymiz x ga va if deymiz. Y katta bo'lib qolsa 0 dan o'sha result i'sini bittaga oshirib qo'yaver deymiz. Va y ham bittaga kamaytirib qo'yishimiz kerak. Va return result.
Endi run qilib ko'ramiz kodni. Tak, biz temp deb ochgan ekanmiz o'zgaruvchini. Pref bilan ketib qopti. Xo'sh. Natijasi ijobiy ko'rishingiz mumkin. Hamma test case o'tdi. Endi submit knopkasini bosamiz. Tak, kod qabul qilindi. Optimal kodlarni ko'rishimiz mumkin bu yerda. Deyarli hamma bir xil yechim qidirgan. Mana average topib olinyapti, nimasi qoldiq va tekshirilingan nimaga bo'lishi mumkin emas bo'lgan holatlarga result array ochib olinyapti va result to'ldirib chiqilyapti. Nega to'g'ri emas degan savolga javoban bilmayman o'yladi. Nega to'g'ri emas? Bizda 8 emas, lekin time complexity ikkalamizda ham bir xil on. Ya'ni array to'liq aylanib chiqilyapti. Bugun ko'rsatmoqchi bo'lgan misolim shundan iborat edi. Hammalarga rahmat, salomat bo'lasizlar. Keyingi challenge keyingi qismida uchrashguncha deb qolaman. Let's go deyishdan to'xtamanglar.